2,5 yosh qizim va 10 oylik o'g'lim bitta xonada birga 1 soat o'ynab o'tirishsa, xuddi shunaqa bardak bo'ladi. Ikkinchi farzandim tug'ilishidan oldin zalimizni detskiyga aylantirganmiz. Bolalar maza qilib erkin o'ynab o'tirishligi uchun katta joy bo'lgan. Bu xonada xohlashgancha erkin o'ynashadi, hamma narsani yoyishadi, shkaflardan narsalarni olishadi. Qizim katta bo'lib, kiyimli kiyib ko'radigan bo'lgan. O'g'lim bo'lsa hamma narsalarni shkafdan titib ovatdi. Sushilkada turgan kirlarni ham tinch qo'ymaydi. Bu yoqdan qaraganda bir oydan beri yig'ilmagan xonaga o'xshaydi, lekin bizda bu bardak har kuni bo'ladi, har kuni yig'iladi. Men shunchaki farzandlarimga qilma, qo'yma, o'ynama, tegma deb ko'p etmayman. Bular hali juda kichkina, tarbiya berishi ham, urishishi ham o'z vaqti bo'ladi. Bularni hozir o'ynaydigan vaqti deb indamayman. To'g'ri, chizma, to'kma deb qarab turaman, lekin baribir nimadirga chalg'ib qolsam, yo'qatgadir chizadi yoki to'kib qo'yadi. Shuning uchun qalamlarni yig'ib qo'ydim. To'kiladigan narsalarni iloji boricha tepaga olaman, lekin baribir xonaligida kichkina stol bo'lganiga bir xilda ovqatlarni uyga olib kirib yediraman. O'shanda narsalarni to'kib qo'yishligi mumkin. Bu videoni nimaga olaman? Sababi menga direktda juda ko'p onalar bolalarim o'yinchoqlarni yoyib o'ynashligini xohlamayman, yig'ib qo'yaman deb yozishadi. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Bolani erkin bolaligi bo'lishi kerak. Bola o'yinchoqlarni o'ynamasa nima o'ynaydi degan maqsadda bu videoni chiqardim.